Nima qilmoqchisan? Achi, seni xafa qildimmi? Bu jonni kechir. Hech qachon u bunchalikka bormagandi. U nima qilishni rejalashtirgan? Achi, mencha eng yoqadigan hislating mana shunday uyatchanliging. Miami. Nima desang ham ketishingga yo'l qo'ymayman. Senga aytdim-ku, men ketmayman. Lekin u rafiqasi ekanligingni aytdi. U axir yolg'onchi-ku. Lekin turmushga chiqayotganding. Men unga ko'p aytganman. Men seni yoqtirmayman. Men sevgan inson esa faqat Achi. Miami. Yolg'onlaring ham ishonarli tuyuldi. Miami. Agar yana o'sha odam bilan birga bo'lsang, uni o'ldiraman va itlarga yem qilaman. Silmian, Stinchcha senga tegmadi, shundaymi? Xavotir olma, men amaki va Yanova bilan gaplashdim. Biz seni qutqaramiz. Dada, bor budimni sizga o'tqizdim. Endi nega meni qo'yib yubormayapsiz? Faqat o'lganingdan keyingina ko'nglim xotirjam bo'ladi. Menga yordam ber. Ular meni o'ldirish uchun har doim yolg'on ishlatishdi. Lulya, endi sen bilan umuman ishim yo'q. Tez orada Achinga turmushga chiqaman. Shundaycha meni bezovta qilma. Silmian, sen men uchun ovqat pishirishga, tozalashga, hamma narsaga tayyor eding. Oldin ham aytganman, hozir ham aytaman, seni sevaman. O'zingni o'chir. Men faqat Achinni sevaman. Miami, bu gaplarni uni o'ldirmasligim uchun aytding. Uni himoya qilish uchun har qanday narsaga rozimisan? Achi, u yolg'on gapiryapti. Men sevadigan inson faqat sensan. Miami, mendan foydalansang ham yoki o'ynashsang ham seni doim sevaman. O'tgan hayotimda sendan doim qochdim. Bu uchun meni ahmoq deb o'ylashing tabiiy hol. Achi, juda ochman. Oshxonaga borsak-chi? Achi, juda ham ochman. Biror nima yeb olaylik. Yaxshi. Ziyan Sunyan Sejimchanga turmushga chiqsa, bu mulkni qo'lga kiritish yanada qiyinlashadi. Dada, Xiao Xingmiya shunchaki Sejinchi Alinga zarar yetkazmasin deyapti. Birgalikda ishlasak, Xiao Xingmiyani tezda olib kelib hujjatlarga imzo qo'ydirishimiz mumkin. Xavotir olmang. Siyosiyan menga telbalarcha oshiq. U albatta men bilan bajonidil qaytadi.
Bu ayol siyosiyonmiyan. Odatda ikki aka ukasini o'ldirmoqchi bo'lgandek harakat qiladi. Nega ular hozir bunchalik yaqin bo'lib qoldi? Bu ayol juda ham shubhali. Ikkinchi yosh xonim. Iltimos, o'zingiz yoqtirgan taomni tanlang. Sakkiz oyoqning 8-oyog'idan sho'rva va tashilon sho'rvasi. Longin tovuq bo'tqasi. Shunday isrofgarchilik bilan kim nonushta qiladi? Akam chindan ham sevgiga tashna. U qutqarishdan ham ortda qoldi. Iltimos, barcha yengil taomlarni qoldiring. Achin biroz nozik. Ertalabdan yog'li ovqat bo'lmaydi. U menga juda g'amxo'rlik qilyapti. Achin, avval bo'tqadan ol. Bu yengil ovqat. Achin, senga aytmoqchi bo'lgan gapim bor. Agar imkoni bo'lsa, maktabga bormoqchi edim. U menga juda mehribon. Bularni qochish uchun qilyaptimi? Siyosiymiyan, hiyla qilayotganga o'xshaysan. Menimcha, maktabga borishdan foydalanib qochmoqchisan. Achin, faqat o'qishimni tugatmoqchiman. Meni doim mana shunday ushlab turolmaysan-ku. Seni chin qalbimdan sevaman. Menga ishonishing kerak. Senga yolg'on gapirmayapman. Bu kuzatuv qurilmasi. Achin, yana bir bor ishongin. Xo'p. Memmi, senga oxirgi marta ishonaman. Agar yana qochsang, keyingi gal uyga qamab qo'yaman. Seni butun tun ko'rmadim. Sen meni sog'ingan bo'lsang kerak. Bugun maktabga kelmaysan deb o'yladim. Aftidan chenni aldagansan. Shunchalik meni ko'rgani. Lolin bu yerda ekan, yaxshilik bo'lmaydi. Lolin, buni telefonda ham aytdim. Sen va men endi hech kimmiz. Aka, muammo bor. Siyosiymiyanni yovvoyi odam bilan ko'rdim musiqaxonasida. Tez keling. Siyosimin? Dars paytida nega bu yerda yuribsan? Darsimdan yana qochmoqchimisan? Voy voy voy, voy voy voy. Qulog'imdan tortmang, iltimos buni bas qiling, ustoz. Memmi, demak meni aldabsan-da. Singmiyan, men tushundim. Sen buni qilyapsan. Hammasi meni himoya qilish uchun. Nega bunchalar ahmoqsan? Avvalgi hayotimda qanday qilib uni sevdim? Sechinchi kelganidan keyin o'zingni aldashing shart emas. Xavotirlanma. Sechinchini changalidan men seni albatta qutqaraman. Achini yonidan ketmayman. Demak, meni bezovta qilishni bas qil. Siyosiymiyan, senga nima bo'ldi o'zi? Ilgari meni de baqildan ozarding. Birovga tegmayman deganding. Men bilan o'yin qilma. Men avval ahmoq bo'lgan ekanman. Nima qilyapsan o'zi? Qo'yma! Endi tushundim. Sen qo'lga kiritish uchun juda qattiq o'ynayapsan. Meni qo'yib yubor.
Men tushundim. Sen mehr ko'rishni istaysan, to'g'rimi? Unda men senga hozir mehr beraman. Nimalar qilyapsan? Meni qo'yib yubor. Siyosiyamyan, sejincha senga tegdimi? Sen meni yoqtirasan. Shunga qaramay sejincha senga tegishga ruxsat berding. Qanday qilib bunday beparvo bo'lding? Bu faqat Achim bilan ishimiz. Sening ishing bo'lmasin. Bu faqat ikkimizning ishimiz. Sening ishing bo'lmasin. Meni urushga qanday hadisuvdi? Men seni axir ering bo'laman-ku. Sen bilan o'rtamizda endi hech nima yo'q. Siyosiyni ham tushunib ol. Faqat seni tanang emas, balki hamma narsang menga tegishli. Bu nima qilganing? Hech qisi yo'q. Sen bulg'angan bo'lsang ham, sendan rohat olishga tayyorman. Menga tegma. Qo'yib yubor. Agar hozir taslim bo'lsang, avvalgi xotinim bo'lishing mumkin. Men hali ham seni sevgingni qabul qilaman, xuddi avvalgidek. Seni sevishimga loyiq emassan. Sevadigan inson faqat Sejinjon. Siyosiyam yana. O'lgay kelyaptimi?